Mana bu Yevropa. Lekin siz o'ylagan Yevropa emas. Bu yerga borish uchun Schengen talab qilinmaydi. O'zimizning Zagram pasport bo'lsa bo'ldi. Montenegro o'zbekistonliklar uchun vizasiz bo'lganini eshitishim bilan jamoani olib bu davlat sizlarga ko'rsatib berishga shoshildim. Buning uchun bizga kerak bo'ladi operator, montaj ustasi va haydovchi. Erkin. To'g'ri eshitdinglar, bizga haydovchi kerak, chunki biz bu nisbatan kichkina bo'lgan davlatda rent-kar olib, u yoqdan kirib, bu yoqdan chiqmoqchimiz. Axir sizlarga hamma narsani ko'rsatib berishimiz kerak-ku, to'g'rimi? Ya'ni shimolda ham ko'rsatib beramiz ama. Hozirda bu davlatga Uzbekistan Airways milliy aviakompaniyasi orqali haftada 2 marta reys qo'yilgan. Biz bu yilga birinchi reys bilan ketyapmiz, ya'ni bu yil O'zbekistondan borayotgan birinchi mehmonlarimiz ham bo'ladi. Montenegroga xush kelibsiz. Gap yo'q, juda ham chiroyli kutib olishdi. Birinchi reysni o'zi Prestige Travel'dagi do'stlarimizga katta respektimni bildirmoqchiman. Ana endi mana bu go'zallikka baho bering. Toshkentdan bu yerga keladigan odamlar birinchi his qiladigan narsasi menimcha bu toza havo. U yerda rostdan toza. O'yin ko'rsatuvida Montenegroni bir-biridan shaffof plyajlardan tortib, eng go'zal tabiiy boyliklargacha ko'rsatib beramiz. Nihoyatda chiroyli yo'llar, tog'lar, ko'llar, o'rmon va daryolar. Xullas, bugun go'zallik dozasi juda ham baland bo'ladi. Undan tashqari ikki davlat chegarasida rafting qilamiz. Moviy g'orda cho'milamiz, bir-biridan ajoyib orollarni kashf etamiz. Shu bilan birga Adriatika dengizi bo'yida joylashgan bu kichkinagina davlat qanchalik Yevropaga kirishi, nega haligacha ruxsatsiz yevro valyutasidan foydalanishi va nima sababdan bu go'zal o'lkani borgan sari ko'p yoshlar tark etayotgani haqida ham gaplashamiz. Undan tashqari ko'rsatuv so'ngida sizlarga juda ham muhim bir e'lonim bor, albatta ko'ringlar. Bilmaganlar uchun qisqacha geografiya. Montenegro Bolqon yarimorolida Albaniya va Xorvatiya o'rtasida joylashgan kichkinagina mamlakat. Montenegro aslida italyancha nom, Monte tog', Negro qora degani, ya'ni tom ma'noda bu mamlakatning nomi Qora tog'. Italiyaliklar Adriatika dengizi bo'yida suzib yurishganda ularga dengizdan turib tog'lar qora ko'ringani uchun shunaqa deb atashgan. Lekin o'zbek tilida bu mamlakatning nomi Chernogoriya, ya'ni rus tilida qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. Lekin men ko'rsatuv davomida bu yerda Montenegro deb atayman, chunki shunaqa chiroyliroq eshitiladi. Bu davlatga bir yilda o'zini doimiy aholisidan 4 baravar ko'p turist tashrif buyuradi. Chunki Montenegroda bor yo'g'i 600 ming aholi istiqomat qiladi. Tasavvur qilasizmi, ko'chada aylanib yurganingizda mahalliy aholidan ko'ra sayyohlarni ko'proq uchratasiz. Turizm bu davlat kislorodi, chunki Toshkent viloyatidan ham kichkinaroq keladigan Montenegroda na ishlab chiqarish, na qishloq xo'jaligi rivojlanmagan. Shuning uchun aynan turizm mamlakat iqtisodiyotini dvigateliga aylangan. Tasavvur qiling, Montenegroning iqtisodiyoti bu katta pirog va mana shu pirogning 4dan 1 qismi turizmga to'g'ri keladi, ya'ni bittagina soha butun boshli davlatni boqadi. Lekin biror bir mamlakat faqat turizm bilan yashaversa, bilasizmi nima bo'ladi? U o'zini o'zgartira boshlaydi. Mehmonlarning didi, odatlari, istaklariga moslashadi. Shahar ritmini o'zgartiradi, menyuli tilini, mahalliy vibe bo'lsa all inclusive fonida ko'rinmay qoladi. Chunki bu davlatga turistlar asosan 5 yulduzli mehmonxonalarda maza qilib dam olish, plyajda yotib, terni qizartirish uchun kelishadi. Bakallarda nima ichilishini bo'lsa, taxmin qilgan bo'lsangiz kerak. Tan olishimiz kerak. Plyajlar bu yerda haqiqatdan chiroyli. Shaxsan plyajlarni ashaddiy muxlisman deya olmayman, lekin bunaqa tiniq va shaffof dengiz suvi menimcha istalgan odamni o'ziga rom qiladi.
qilishga oson deb o'ylaysizlar? Sezgan bo'lsangiz, ovqat masalasi bu yerda qiyinroq. Turkiyani kurortlarida dam olishga o'rganib qolgan turistlar bu yerda ovqatdan qiynalishi bor gap. Lekin xursand qiladigan tarafi, prestijdagi do'stlarimiz ba'zi mehmonxonalarga O'zbekistondan o'zimizning oshpazlarni olib borib, milliy taomlarimizni tayyorlashyapti. Bu uchun ularga alohida respekt. Taksi juda ham qimmat, jamoat transporti bo'lsa yaxshi rivojlanmagan. Shuning uchun bu yerda eng yaxshi transport vositasi bu rentakar, ya'ni ijaraga avtomobil olib haydash. Ha, Montenegroda shaxsiy avtomobilsiz harakatlanish haqiqiy quest. Taksistlar miyasiga kelgan sonni aytadi, avtobuslar umuman o'zini hayoti bilan yashaydi. Xullas ishoning, ijaraga mashina olish bu yerda eng optimal qaror. Lekin qaysi transport vositasini tanlashingizdan qat'iy nazar, bu mamlakatdagi birinchi manzilingiz katta ehtimol bilan mana bu bo'ladi. Bu Budva shahridagi yaxshi holatda saqlanib qolgan juda ham qadimiy shaharcha. Hatto butun Adriatika dengizi qirg'og'idagi eng qadimiylardan degan bo'ladi. 2,5 ming yil ichida bu yerda kimlar iz qoldirmagan deysiz? Venetsiyalilar ham, greklar ham va hatto rimliklar ham. Budvadagi eski shahar arxitekturasi, ayniqsa mana shunaqa juda ham tor ko'chalardan yurayotganingizda xuddi Venetsiyani eslatib yuboradi. Lekin bu yerdagi eski shahar haqiqiy eski shahar emas go'yo. Ya'ni bu yerda odamlar yashaydi, lekin ularning soni yildan-yilga kamayib ketyapti. Chunki bu turistik hudud bo'lib qolgan. Har qadamda do'konlar, restoran, kafelar. Valyuta yevro, lekin mamlakat Yevropa ittifoqi tarkibiga kirmaydi. Avvallari Chernogoriya Yugoslaviya mamlakati tarkibiga kirgan. Lekin SSR parchalanib, Bolqon yarimorol davlatlari zaiflashib, giperinflyatsiya yuz bergan paytda, ya'ni pul qadrsizlanib ketganda, Montenegro o'zining valyutasi hisoblangan dinordan shartda voz kechib, nemis valyutasi markaga o'tib ketgan. Tasavvur qilasizmi? Germaniya 2002-yilda yevroga o'tishi bilan bo'lsa, Chernogoriya ham xuddi shu narsani takrorladi. Yevropa ittifoqi buni taqiqlamagan ham, ruxsat ham bermagan. Shuning uchun haligacha norasmiy tarzda bo'lsa ham mamlakatda yevro ishlatishadi. Ajoyib, o'zingiz valyutangiz nostabil bo'lsa, shartda boshqa valyutaga o'tib olasiz. Hech kim bu uchun sizni mushugingizni pishtam demaydi. Albatta sizda savol tug'ilishi mumkin. Agar Yevroittifoq Montenegroga yevrodan foydalanishga rasman ruxsat bermagan bo'lsa, demak mamlakatda pul bosib chiqarilmaydi. Unda valyuta qayerdan kirib keladi? Aynan har yili mana shu davlatga keladigan millionlab turistlardan. Mehmonxonalarga to'lashadi, ekskursiyalar sotib olishadi, ovqat, transport, suvenir deganlarda. Undan tashqari investorlar, ya'ni biznesmenlar turli loyihalarga millionlab pul tikishadi. Va albatta davlat o'zi ham tizimni barqaror ushlab turish uchun Yevropa banklaridan valyuta sotib oladi. O'zimdan misol, Montenegroga bo'lgan 10 kunlik safarimiz davomida bu davlat iqtisodiyotiga qancha yevro tashab ketyapman? Pullarni qanaqa olib keldim deysizmi? Bu safargi sayohatimizda Infinbank tomonidan chiqarilayotgan Visa Platinum Zero kartasini ishlatib ko'rishga qaror qildim va ko'rinishidan bu to'g'ri qaror bo'lgan ekan. Bu kartaning eng asosiy afzalligi Visadan Visaga pul o'tkazmalari. Tasavvur qiling, siz safardasiz, uyingizga pul jo'natish kerak. Oyiga $3000 hech qanaqa komissiyasiz bemalol Visa Direct orqali pul o'tkazsangiz bo'ladi. Hozir kimdir so'rashi mumkin, Uzkart turganda Visadan Visaga pul o'tkazishga nima keragi bor deb. Lekin o'rtoqlar, bu ko'pchilik gapirmaydigan lifehacklardan biri. Dunyo kezmoqchi bo'lgan inson doim Visa kartasi oborotini, ya'ni aylanmasini oshirib borishga harakat qiladi, chunki Schengenga topshirasizmi, Amerika vizasiga topshirasizmi, Kanadaga, Avstraliyaga topshirasizmi, doim sizga Visa karta aylanmangiz kerak bo'ladi, chunki aynan mana shu narsani tekshirishadi. Visa karta aylanmangiz qancha katta bo'lsa, viza olish ehtimoliz ham shuncha oshadi. O'shanga men O'zbekistondaligimda hamma narsani, hattoki do'konga kirganimda ham Visa karta orqali to'lashga harakat qilaman. Foydali lifehack, eslab qoling. Undan tashqari bu karta bilan aeroportda navbatlarda turmasdan fast trackdan o'tishingiz va business loungedan 1 yilda 2 marta foydalanishingiz mumkin. Ya'ni bu karta bilan sayohatingiz ancha qulaylashadi. Mana shu barcha qulayliklar oyiga bor yo'g'i $5 evaziga, ya'ni abonent to'lovi $5. Kartani ochasiz, $50 depozit qo'yasiz, bu sizga taxminan 10 oyga yetadi va mazza qilib foydalanasiz. Undan tashqari agar sizning kartangizda $1000 dan kam bo'lmagan miqdorda pul tursa, sizdan hattoki abonent to'lovi ham yechilmaydi. Batafsil ma'lumotlarni Infinbank saytidan olishingiz va kartaga buyurtma berishingiz mumkin. Barcha havolalar video ostida. Foydalaning.
Narxi Yevropa uchun nisbatan arzon bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondan kelgan odam uchun juda ham qimmat tuyuladi. O'shaning uchun men kelishim bilan, baraka topkurlar, tezroq o'zingizlarning valyutangizni joriy qilinglar degim keldi. Chunki aniq bilaman, Chernogoriyaning agar o'zini valyutasi bo'lganida, narxlar ancha arzon bo'lgan bo'lardi. Narxlar to'g'ridan to'g'ri tushmasligi mumkin, lekin qo'lda dollar ushlagan turist uchun ruscha aytganda ancha выгодно bo'ladi. Kartalar o'z yo'liga, lekin bu mamlakatga kelganingizda sizga albatta naqd pul kerak bo'lar ekan. Chunki qanaqadir mayda-chuyda joylarda, parkovkalarda, kafelarda, hattoki ba'zi do'konlarda sizdan naqd pul berishingizni iltimos qilishadi, so'rashadi, ba'zida talab qilishadi. O'shanga naqd pul albatta oling, lekin mana bunaqa bankomatlardan pul maydalamanglar, chunki foizi juda ham katta. Baribir mamlakat hali ham Yevropa ittifoqiga kirmagani ana shunaqa narsalarda sezilib qoladi. Bu butun Bolqon yarim orolidagi eng go'zal view pointlardan biri. Bu yerdan Kotor shahriga ajoyib manzara ochiladi. Shaharga tushamansiz, Montenegroning yana bir ramzi, xavfli lekin nihoyatda chiroyli Lovchen serpantinidan 8,5 kilometr masofa bosib o'tishingiz kerak. Serpantin juda ham xavfli tuyulyapti, chunki birinchidan bizni 1000 metr balandlikdamiz, ikkinchidan faqatgina tosh bilan o'rab qo'yilgan, ya'ni boshqa chegara yo'q va uchinchidan bitta mashina sig'adigan joyda, ya'ni agar ro'parangizdan mashina kelib qolsa, mana hozir ro'paramdan avtobus kelyapti, nima qilishim kerak? Okey. Ana u. Ro'paramizdan avtobus keldi va biz orqaga qaytishga majbur bo'lganmiz. Juda ham hayajonlanman, tushunmayapman nima qilish kerakligini. Avtobuschi brat menga chapimdan o'tib ketyaptilar, lekin chapga sig'amanmi, sig'maymanmi? OMG. Voy, meni bosib ketmang. Voy dod. Guys, why the long faces? Avtobuslarga nima bor bu serpantinda? Boshqa yo'ldan yursa bo'lmaydimi deb o'rgin keladi. Qaranglar, yo'l juda ham tor, lekin mana avtobus ham yuradi, boshqasi ham yuradi. Bitta mashina sig'a oladigan joy bo'lmasa, bilmadim hozir qanaqa sig'ib ketdim, lekin shunaqa. Boshqa tarafdan bu yoq taraf juda ham chiroyli, Kotor shahriga go'zal manzara ochiladi. Kotor shahrini osmon ostidagi muzey desak ham bo'ladi, chunki bu yerdagi eski shahar va tog' cho'qqisigacha chiqadigan uzunligi 4,5 kilometr keladigan qadimiy devorlar UNESCO madaniy meros hisoblanadi. O'zi shaharda bor yo'g'i 13 ming aholi istiqomat qilsa-da, turistlar aholi kamligini umuman bildirishmaydi. Mana bunaqa bahaybat kruiz laynerlardan mavsum avjiga chiqqan paytda kuniga 5 talab ham kelishi mumkin. Buni o'ylab qarasangiz, Kotorda hamma narsa bor. Tarix, dengiz, tog', port, yana nima kerak? Aytgancha, port haqida gap ketganda bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Dunyodagi eng prestijli baland portlardan biri Kotor shundoqqina yonginasida joylashgan Tivat shahridagi Porto Montenegro hisoblanadi. Bir paytlarda bu yerda Yugoslaviyaning harbiy suv bazasi joylashgan bo'lsa, hozir 250 metrgacha bo'lgan super yaxtalarni qabul qila oladigan dunyodagi eng elitniy portlardan biri. How much? Сколько стоит? 1 million. 1 million this boat? 40. Kulim bo'lmasa keturroq qolyapti-yu. Kanadalik milliarder Peter Munk harbiy bazani platinum darajasidagi marinaga aylantirgan. Tushunishingiz uchun butun dunyoda bunaqa portlardan bor yo'g'i 8 ta bor va Porto Montenegro bu mavqeni qo'lga kiritgan birinchi marina. Eng qizig'i 2016-yilda bu portda ICD, ya'ni Dubai investitsion korporatsiyasi kanadalik milliarderdan butunlay xarid qiladi. ICD bo'lsa bilamizki, Dubai amirligini hukumatiga qarashli va shuning uchun ham hozir aytadigan faktim hayratlanarli emas. Birlashgan Arab Amirliklarining prezidentining 180 metrli yaxtasi ham
aynan mana shu portga kelib turadi. Hozir bizda yaxta bo'lmasa ham, lekin mana bunaqa motorli qayiqda Montenegroni suv transportida borish mumkin bo'lgan eng chiroyli lokatsiyasiga boramiz. Sizlar kutuvdinglar, sizlar meni chaqirdinglar, Yevropaga men keldim, o'rtoqlar. Gidimiz tayyor, kapitan tayyor. Ketdik. Suv shu darajada shaffofligidan soyamiz ko'rinyapti. Lekin asosiy lokatsiyaga yetib borishimizdan oldin yo'limizdan boshqa bir g'aroyib joy chiqadi. Bu Mamula oroli. Italiyalik paytda ham, Yugoslaviya paytda ham mana bu orolni surgunxona yoki qamoqxona sifatida ishlatishgan. Lekin hozir bu 5 yulduzli resort. O'zini maxsus vertolyot qo'nadigan hududlari, plyajı va basseynlari bilan. Bu zindonxonada bir kecha qolishi minimal narxi 2 kishi uchun $1,500 dan boshlanar ekan. Xo'sh, qolgan bo'larmidingiz? Va nihoyat yetib keldik. Ichkarida turistlar yetarlicha. Sho'tka ham odam qadam yetgan qo'ydi. Bu Blue Cave, ya'ni moviy g'or. Quyosh nurlari dengiz suvida sinishi sababli butda shunaqa yumshoq, ko'kimtir atmosfera yaraladi. Bu go'zallikni kamera orqali yetkazish juda ham qiyin. Plyajda odam ko'p joyda cho'milish boshqa, lekin mana bunaqa joyga kelib 7-8 metr chuqurlik bo'lsa ham suvi tagi shaffof bo'lib ko'rinib turadigan joyda cho'milish umuman boshqa narsa. Ketdik. Adriatika dengizi bo'ylab yurganingizda ajoyib joylarni uchratish mumkin. Mana buni qaranglar. Dunyo tashvishlari joniga tegib ketgan odam qurgan uyga o'xshaydi. Lekin ba'zida rostdan ham internetda ham, telefonni ham tashab, bitta kitob olib, mana shunaqa joyga ketib yashaging keladi ochig'i. Agar bu orol kichkinalik qiladi desangiz, mana bunisiga nima deysiz? Bu Montenegroni yana bir mashhur ramzi Sveti Stefan oroli. Haybatli kulrang qoyalarga, moviy va shaffof dengiz suvi urilib turishi, o'rta asrlarga guvoh bo'lgan tarixiy qal'a, qizil cherepitsali tomli, xullas haqiqiy ertaknamo peyzaj. To'g'ri, orol juda ham chiroyli, lekin siz unga shunchaki borib, aylanib chiqa olmaysiz, chunki bu xususiy hudud. Uni rossiyalik milliarder sotib olib, o'tda luxury mehmonxona va restoranlar qurgan va siz o'tga faqatgina o'sha restoran yoki mehmonxonada joy book qilsangizgina kira olasiz. Biz ham boshida rosa o'yladik, kiraylikmi, kirmaylikmi, joy bron qilaylikmi, qilmaylikmi, lekin yo'q. Menimcha tashqaridan chiroyliroq. Aytishadi-yu, balki oy ham uzoqda bo'lgani uchun go'zaldir. Lekin Montenegro faqat mehmonxona, plyaj, dengiz va passiv dam olish haqida emas. Bu yerdagi asosiy valyuta bu tabiat. Lekin tabiat haqiqiy go'zalliklarni ko'rish uchun shunchaki qirg'oq bo'yida yurish yetarli emas. Uning uchun ancha ichkariga kirish kerak. Montenegroda avtomobilda sayohat qilish mana bu haqiqiy sarguzasht. O'zim ham avtomobilda sayohat qilish mana sevimli mashg'ulotim, chunki mashinada siz samolyotga o'xshab faqat bulutlarni emas, balki tabiat sizga namoyish qiladigan istalgan peyzajni to'laligicha tomosha qilasiz. Qolagan joyingizda to'xtaysiz, atrof muhitni o'rganasiz, o'zingiz uchun xaritada yangi nuqtalar kashf qilasiz. Bu xuddi GTA o'yinida xaritani hali ochilmagan qorong'u joylarni o'zingiz borib ochishdek gap. Shahardan ozgina uzoqlashishingiz bilan yo'lingizdan haybatli yam-yashil tog'lar chiqadi. Yana ozgina yurganingizdan keyin qoyalar, kanyonlar va ular orasidan o'tgan juda ham shaffof, tiniq
va zumrad rangli daryolar paydo bo'ladi. To'g'risi bunaqa suvni ko'rganingizda shartda tushib cho'milib olgingiz keladi. Aytgancha, sayohat davomida borgan hamma joylarimizni aniq lokatsiyalarni Telegram kanalimda allaqachon qoldirganman. Mana shu username yoki video ostidagi havola orqali o'tib, bemalol saqlab qo'yishingiz mumkin. Oldindan aytaman, lokatsiyalar haqiqatan juda ham ko'p. Ba'zida hattoki har 10 daqiqada to'xtashimizga to'g'ri keldi. Mana to'xtayapsizmi? Lekin bitta narsani tan olishimiz kerak. Yo'llari juda ham zo'r. Mana hozir taxminan 150-200 kilometrga yaqin yo'l bosib o'tdik. Tog'larning orasidan balandlik, pastlikda yo'llar ideal darajada. Juda ham tekis. Hali unaqadir yama yoki qanaqadir chuqurligi bir marta ham tushganimiz yo'q. Besh baho. Bu Yevropadagi juda ham unikal parklardan biri. Chunki bo'tdagi tabiatga, bo'tdagi daraxtlarga umuman tegilmagan va ba'zi daraxtlarning yoshi 400-500 ga borishi mumkin. Ya'ni 500 yildan beri unib o'sib kelayotgan daraxtlar bor, tasavvur qilasizlarmi? Ya'ni tushunasizlar, bu qayta tiklangan o'rmon yoki maxsus qo'riqxona emas, bu haqiqiy tabiat. Lekin nefritga o'xshab ketadi. Da, anaqa. Nefrit bizdan nefritga bormaganman, shunga ham zo'r bo'lyapti. Qara. Ha, hozir men misol uchun bu kan rasmga olishibdi. O'zingizni hayotda qanaqa his qilasiz? Mana siz ikkita operatorsizlar-da. Bittasi dokumentariy film olyapti, zo'r kadrlar. Men misol uchun abuka просто abukani to'rtta подписчиклari uchun mana hozir zo'r rasmga olib beraman. Agar bu ko'l sizga kichkina tuyulgan bo'lsa, hozir bitta kattarog'iga boramiz. Lekin uni faqat tashqaridan ko'rish bilan cheklanib qolmaymiz. Сколько видов? 274. 274, 274 xil turdagi qushlar bor ekan. Qoyilmisizlar? 35 xil balu bor. Eng qizig'i bu ko'llar 3 dan 2 qismi Chernogoriyada, 3 dan 1 qismi Albaniyada joylashgan ekan. Ya'ni bu ko'lni bir vaqt o'zida ikkita mamlakat bo'lishib ishlatadi. Спасибо вам, что приехали здесь. Развивайте туризм ваш, а мы будем принимать вас здесь. Да, окей, спасибо вам. Спасибо большое. Окей. Agar Montenegroning kurort shaharlarida issiq, shovqin, odam ko'p bo'lsa, Skadar ko'liga kelib, mana shunaqa quyosh botayotganida bitta qayiqqa olib aylansangiz, haqiqatan maza qilasiz, chunki tabiat bilan uyg'unlashayotganingizni his qilasiz. Skadar ko'li chunki flora va faunaga juda ham boy, yam-yashil, atrof to'la tog'lar. Xullas, must have experience. Checklistingizga albatta qo'shib qo'ying. Aslida checklistga qo'shishga arziydigan joylar nihoyatda ko'p, lekin ularni hammasini ham internetdan topa olmaysiz. Misol uchun mana bu kichkinagina qishloqcha va uni yon atrofdagi peyzajga bir qarang, xuddi Shvetsariyaga o'xshaydi. Ayniqsa yam-yashil baland archalar bilan qoplangan mana bu tog'larni ko'rganingizda, bu Bolqon Shvetsariyasi deb bemalol ayta olasiz. O'zi mashinada sayohat qilishi shunisi zo'rda. Mana ham yoqdi, bu yoqdi. Shunchaki to'xtaysiz, maza qilasiz,
atmosferani ko'rasiz, bahramand bo'lasiz va yana yo'lingizda davom etasiz. Lekin bitta narsani esdan chiqarish kerak emas. Yo'lda yaxshi bo'lgani bilan anchagina xavfli. Montenegro tom ma'noda tog'lar orasida joylashgan davlat. Ko'p tasmali, ya'ni ko'p polosali yo'llarni o'zi yo'q. Bunaqa balandpast landshaft orqali qoyalarni o'yib yo'l o'tkazish ancha mashaqqatli va qimmat jarayon. Shu sababli yo'llar ancha tor. Tosh ko'chishi va keskin burilishlardan juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Bitta noto'g'ri obgon hayotingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Yo'lda maza qilib musiqa eshitib ketayotganingizda yo'l chetida mana shunaqa gullar chiqadi. Lekin bu hech qanaqa dekoratsiya emas, balki kimnidir hayoti mana shu joyga kelib o'z yakuniga yetganini bildiradi. Biz hozir Montenegro va Serbiyani shundoqqina chegarasida turibmiz. Va bu joyda men istalgan narsani ko'rishni kutgan edim, lekin aniq bu narsani emas. Shundoqqina orqamda Balkan yarim orolidagi eng baland minoratlarga ega bo'lgan Husayn Pasha masjidi. Chernogoriyada musulmonlar ko'pchilikni tashkil qilmasa-da, umumiy hisobda 145 ta masjid bor. Husayn Pasha masjidi bo'lsa, bundan deyarli 500 yil oldin Usmonlilar tomonidan qurilgan. Usmonlilarni qo'li tegmagan joy yo'q qoyil. Masjid qanchalik qadimiyligini uni arxitekturasidan ham bilish qiyin emas. Navbatdagi manzilimiz mana bu ko'prik. To'g'ri, u ustidan o'tayotganingizda oddiy ko'prikdek tuyuladi, lekin unga chetdan, iloji bo'lsa umuman tepadan qarash kerak. 170 metr balandlikda joylashgan bu ko'prikning betonli arkalari unga qanaqadir o'zgacha sharm berib turadi. Atrofdagi tabiat bilan juda ham kinematografik manzara. Nima bo'lyapti? Afsuski yoki yaxshiyamki bugun o'ylagan hamma lokatsiyalarimizni sizlarga ko'rsatishga ulgurmadik, kechib qoldi. O'shaning uchun mana shunaqa yog'ochdan qilingan juda ham shinam kulbachaga joylashdik va Xudo xolasa erta tongdan turib qolgan hamma lokatsiyalarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Kecha shu joyga konditsionerni eng maksimumga qo'yib kelgan edik. Bugun endi ertalabdan pechkani yoqib yo'lga chiqdik. To'g'risi, Montenegroni shimolidagi ob-havoga yetarlicha baho bermagan ekanmiz. Bu yerda sovuqroq bo'lishini eshitgan edim, lekin bunchalik sovuq bo'ladi deb o'ylamagan edim. Hammamiz deyarli shortidamiz, futbolka deydimi, bunaqa ko'yna ham olgan edim, lekin baribir juda ham sovuq. Это Джейкоб же. Yo'qotdi massaj bunga.
to'g'risi men bu joyga quyosh shundoq charaqlab turganda kelib sizlarga ko'rsatmoqchi edim uni chiroyini va ertalab turib havo bulutligini ko'rib nasib ekan deb keldik mana shu ko'lga, lekin kelganimdan keyin fikrim umuman o'zgarib ketdi. Bulutli paytda bu ko'l umuman boshqacha go'zal bo'lar ekan. Ochig'i, Qoratog' degan mamlakatda siz bunaqa manzaralarni ko'rishni umuman kutmaysiz. Lekin bu yerda tabiat juda ham har xil ekan. Ya'ni oddiy balkanchi qishloqdan tortib, mana shunaqa baland archalar bilan qoplangan Shvetsariyadan qolishmaydigan manzaralar, bir-biridan chiroyli adirlar, tog'lar, toshli tog'lar, daraxtli tog'lar, daryolar, shunaqani tegi ko'rinib turadigan shaffof qirg'oq bo'yida joylashgan kurort shaharlar. Ya'ni juda ham har xil. All in one deydi-yu, ya'ni hammasi birda. Eng qizig'i, sal turib havo ham ochilib ketdi. Lekin biz allaqachon yo'lga chiqib ketgan edik. Orqaga qaytib ko'lli quyosh tushgan paytda ko'rsa emikin deb o'yladik, lekin keyingi manzilimizga kech qolishimiz mumkin edi. Bekorga bunaqa musiqa eshitmayapmiz o'rtoqlar, chunki biz hozir raftingga ketyapmiz. Rafting boshlanadigan nuqtaga yetib borish uchun yana 100 kilometrdan oshiq masofani bosib o'tishimiz kerak. Lekin yaxshi yangilik, yo'limizda bizani juda ham chiroyli manzaralar kutib turibdi. Chernogoriya yo'llari tog'ga aylanib emas, balki yorib o'tishga majbur. Aks holda A nuqtadan B nuqtaga bir kunda ham yetib bora olmasligingiz mumkin. Shu sababli bu yurtda tunnellar juda ham ko'p. Misol uchun, mana tunnel, mana yana bitta, mana bunaqasi ham bor. Lekin ichidan juda ham vohmali tuyuladi, chunki aksariyat tunnellarda hech qanaqa betonli arkalar yo'q. Shunchaki yalang'och, toshli tekstura. Bir taraflama qo'rqinchli, lekin boshqa tarafdan juda ham noyob. Tayyormiz. Ro'la. Tom deydi-yu. Osmondan tushasan deb fara. Bu ham osmondan tushdi. Ketdi. Hamma tayyormi? Let's go! Let's go! Baqirni o'rta bro. Bunaqa toza havoda rafting qilish juda ham mazza ekan, ya'ni ko'zni shunaqa mazza qilyapti. Mana qaranglar, tog'lar, daryo, top-toza shundoqini tegi ko'rinib turibdi. Это граница-da? Да, это граница. Это Bosniya и половина воды. Wow. Ha, mana Bosniya. Orqamiz Chernogoriya, tasavvur qilasizlarmi? Ikkita nima derdi? Granit chegarani o'rtasidan suzamiz, tasavvur qilasizlarmi? Agar hayotingizda qachondir nimadir yangi narsa sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta yaxshi joyga borib rafting qilinglar. Butun Chernogoriya sayohatimizdan eng esda qolarli hodisalardan biri rafting bo'ldi. Na mehmonxonalar, na plyaj, aynan rafting. Tasavvur qiling, ikkita davlat chegarasidagi muzdek daryoda rezinali qayiqda o'tirib olib, butun emotsiyalaringizni chiqarib, to'lqinli ustida jamoa bilan suzish. Umuman boshqacha hissiyotlar berar ekan. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Mehmonxonaga qaytishimizdan oldin sizga yana bitta ajoyib shaharni ko'rsatishim kerak.
best keep to traveling on. Albatta, Chernogoriya aholisining asosiy qismi pravoslav xristianlar hisoblanadi. Lekin hozir biz turgan shaharning 70% aholisi musulmonlar. Mamlakatning eng janubiy qismida joylashgan Ultsen Montenegroni eng ko'p musulmonlar yashaydigan shaharlardan. O'zi aslida Chernogoriyadagi musulmonlar bu asosan Usmonli imperiyasi Bolqon yarimorolini egallagan paytida islomni qabul qilgan aholi avlodlari hisoblanadi. Undan tashqari bu hududda asrlar davomida yashab keladigan albaniyalik dindoshlarimiz bor. Ya'ni bu zamonaviy migratsiya emas, balki tarixiy meros. Turkiyaning atmosferasini berib turadigan bu kichkinagina shaharda umumiy hisobda 26 ta masjid bor va ba'zilari o'lcham jihatidan ancha kichkina. Mana bu kontrast meni hayron qoldirdi. Masjid bilan plyajni birgina yo'l ajratib turibdi. Aytgancha, noyob tarixiy fakt. Aynan mana shu masjid oldinlari mayoq sifatida ishlagan. Shu sababli uni hozirgi norasmiy nomi Dengizchilar masjidi. Mana 2006lar hozir necha yosh? 19 yosh, to'g'rimi? Endi 20 ga to'lishadi. Katta hayotga endi qadam qo'yishadi. Montenegro ham xuddi shunaqa. 2006-yilda Serbiyadan ajralib mustaqillikka erishgan va mana endi oyoqqa turayotgan davlatlardan biri. Ha, rivojlanish kerak bo'lgan sohalar Chernogoriyada hali juda ham ko'p. Hattoki davlatda boqib turadigan turizm sohasiga ham hali yetarlicha investitsiya kiritilmagani sezilib turadi. Mamlakat 2010-yildan beri Yevropa ittifoqiga kirish uchun wait listda turibdi. Yevroittifoq Montenegroni rivojlantirishidan aholining umidi katta. Lekin bu davlatdagi kuchsiz sud tizimi, korrupsiya va Rossiya oligarxlariga bog'liqlik ittifoqqa qo'shilish masalasini ozgina mavhumlashtiradi. Oylikli mavsum paytida, ya'ni yoz faslida qo'lga tegadigani taxminan 800 ming yevro atrofida. Endi bundan kvartira ijarasini taxminan 400-500 yevro, oziq-ovqat, internet, kommunal to'lovlarni olib tashlasangiz, deyarli unaqa ko'p pul qolmaydi. O'shaning uchun ham bu mamlakatda yoshlar borgan sari kamayib ketyapti. Va o'zi Chernogoriyaliklar mavsumda bu yerda ishlab, mavsum tugagandan keyin qish faslida Yevropaga, ya'ni rostakasim Yevropaga ishlagani ketishadi. O'zi Bolqonbo'yi mamlakatlari ichida yaxshi oylik taklif qila oladiganlari deyarli yo'q. Shu sababli Chernogoriya aholisi ham Yevropaning rivojlangan davlatlariga borib tirikchilik qiladi. Shuning uchun bu yerga kelib ishlashni orzu ham qilmaylar. Toshkent viloyatidan ham kichkinaroq bo'lgan bu davlatda Adriatika dengizi qirg'og'idan to shimoldagi kanyonlargacha aylanib chiqib shu narsani ayta olamanki, bu davlatda asosiy qiymati uni tabiiy go'zalligida. Bu yerda tabiat haqiqatan juda ham maftunkor. Shuning uchun ham Montenegroga kelib shunchaki plyaj bo'yida yotib ketish shaxsan meni fikrimcha ratsional qaror emas. To'g'ri, mamlakat hali juda ham yosh, xato va kamchiliklar qidiraman desangiz yetarlicha topiladi. Lekin asosiysi u o'zini potensialdan kelib chiqqan holatda butun dunyoga ochilyapti. Kelinglar, ko'ringlar, mana kashf etinglar deyapti. Mana bu eng asosiysi. Va ko'rsatuv so'ngida va'da qilganimdek muhim e'lonim bor. Nimadan boshlashni ham bilmayman to'g'risi. O'rtoqlar, bu yil Maskan Travel'dagi do'stlarimiz bilan Braziliyaga mana birinchi mualliflik turimni tashkillashtiryapmiz. To'g'risi, men uchun bu juda ham katta, hayajonli qadam. Xullas, 2025-yil oktyabr oyida dovyurak insonlardan iborat guruh tuzib, Amazonka junglilarini kashf etishga boramiz. Tur davomida Rio shahri uzra vertolyotda parvoz qilamiz. Go'zal plyajlarga boramiz. Mashhur Maracana stadioniga tashrif buyuramiz. Braziliyaning eng yirik favelalaridan biri Rossiya ko'chalarida aylanamiz. Argentina bilan chegarada joylashgan dunyodagi eng yirik sharsharalardan biri Iguazuga sayohat qilamiz. Va albatta, eng asosiysi sirli Amazonka o'rmonlari, o'tdagi flora, fauna va mahalliy qabilalar bilan yaqindan tanishamiz. Agar siz mana shu unutilmas sarguzashtlarga boy sayohatga men bilan birgalikda bormoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali o'ting.
Ko'rsatuvimiz so'ngida bo'lsa, an'anamizga sodiq qolgan tarzda o'sha gap. Pulli to'y hashamga emas, sayohatga sarflang. Montenegro yo'llari haqiqatan juda ham xavfli. Ironiyani qarangki, mana shu narsani suratga olishga to'xtayotganimizda mashina o'zani eshigini urib oldik. Yepti eshik. Taxminan $1200 ga azob bo'ldi, lekin juda ham xursand bo'layotganimiz hech kimga hech nima qilmadi. Shu eng asosiysi. Eshikni urmasa ham bo'lardi. Shunga qaror qildi. Agar lekin siz bizi bilan mana shu bolani qo'llab-quvvatlab, ozgina endi qo'ldan kelgancha danat tashlayveraman desanglar, yo tashamanglar, kerak emas, shart emas desang ham yo'q, aka, biz tashlaymiz va atab qo'yganimiz bor desanglar, qo'ymasanglar, xullas izohlarda link qoldiramiz tirikchilikka, o'sha yerga bemalol istalgan summani tashlasanglar bo'ladi. Endi bu ixtiyoriy aytamiz, o'zi tashamanglar, shart emas. 1000 nechi bo'ldi? 1000 общий Daryo mashina olganimiz bilan 1400 ga tushdik, lekin tashlash shart emas. $1400 ga tushdik. Lekin monetizatsiya qilib yurib bo'lsa ham topamiz u. YouTube monetizatsiya yo'q-da O'zbekistonda, bro. $1400 ga tushdik. Просто $1400 ga tushdik. Yo'q, lekin shart emas, sizlar tashlab o'tirmanglar. Biz $1400 ga tushib qoldik, просто. Lekin sizlar tashlab o'tirmanglar. Lekin linklar bor, если что.